Faqat faol emasmizda. 5. Savol oling. Savol oling. Sizda kim qizlikda qishlar yuradi? Algidlarning sifat reaksiyasiga misol keltiring. Algidlarning sifat reaksiyasi bugun tajribada ko'rib o'tganimizdek kumush ko'zgu reaksiyasi hisoblanadi. Bu esa karboksil guruhdagi ya'ni karbonil guruh hisobiga boradigan reaksiya hisoblanadi. To'xtatadi. 5 daqiqadan qizil yurg'izasiz. 5 daqiqa. 3, 4, 5. Yo'lda ezonda chiqadi. Bitta Javob bermasa turaveradi. Yo'q. Bunaqa narsa bo'lib keladi. Organik birikmalarning o'ziga xos xususiyatlarini aytib bering. Organik birikmalarning o'ziga xos xususiyatlari bu yonganda har doim karbonat, angidrid va suv hosil bo'ladi. Ular anorganik birikmalarga kam dissotsiyalanuvchi birikmalar hisoblanadi. Kam dissotsiyalanuvchan izomer va organik birikmalarda izomeriya hodisasi uchraydi. Yashil olib chiqamiz. Bu yerdan zulfiya chiqsa, ikkita gruppa bo'linadimi? Bo'lindi. Suvni to'kkanimizdan keyingi holati mana ko'rib turganingizdek haqiqiy ko'zgu. Nechta izomeriyasi bor shuni aytinglar, yozib berish shart emas. Budan nechta izomer? Bitta darsgacha bo'ling, keyin qayerga keladi? Budan 4 tali. Bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Ayting. Butanol bir. İki. Ben çok yok. Noto'da çünkü sen onları tuttu. Tuttu. İşte bulursam gitti. İşte bulursam H3PO2 moddasini formulasini yozing. Javob bera olmasangizlar lekin anchagan qilas o'tasizlar keyin safar bittaga kimga javob berish kerak uncha bir tushirish kerak galimiz o'tib ketyapti unaqa internet tugatilyapti. Atizlashamiz. Yo'q. Odamlarsizmi? Bo'ldi. Men elimga kirib ketyapman ekan. Qo'liga dolda qarab, bunday adashib ketdim. Xato. Chunki to'g'ri ezber 3D5 bo'lishi kerak. Bilmadingiz. Keyingi bo'lar. Nimaga kechib o'tirgan ekan? Mana savol olasiz. Javob bersangiz, yurasiz. Bu uxlab o'tirgan ekanlar. Aspirinni primerlanishni Hamma oyg'oq bo'ladi. Aspirinni primerlanish natijasida Mana shunaqa javob bering. Yashillik bo'lsa yurib qo'ying. 10 ga olib keladi. Bu gruppadan oldinda lekin bu gruppadan bugun ikki bo'lolmaysizlar. yaxshi ko'rgan. Savolga javob bersangiz bo'ladi. Oldi tushgani mayli, keyingi odam uchishni bo'ling. Modelning struktura formasini yozingiz. H2 S2 O8 ni struktura formasi. Bilgan javob beraman. Agar bilsangiz yozing, bilmasangiz o'tiring. Tiosulfatni? Tiosulfatni? Yo'q, tiosulfatni yoztirib, uyratuvga yoztirib, charkash bo'lib ketadi. Tiosulfatmi? Tiosulfat.
Organik dunyoga joy chiqdi, ikki chiqsam. İkinci semestrda. Organik dunyoga. To'g'ri. Bu yo'lda hozir 6ta. 5ta, 7ta o'qigan. Kurashib qoldi. 7ta qo'ydim. 7ta, 8ta keslarni qo'shish kerak bizga. Bu gruppada kim qoldi? Bu gruppada. 5. Nega bular tugab qoldi? Bular bizni gapimiz. Noelektrolit moddalarga misol ayting. Oddiy suv, keyin shakarli suv. Keyin samoqatlarda suv deydi. Tajribada bajardingizku. Tajriba noelektrolit. O'tkazganlarni tajriba ko'rgan, o'tkazmaganlar o'sha shakarli suv mana. Mayli, qabul qildik. Javob berish deb nimaga aytiladi? Ularga misollar ayting. Jim. Aynan misol esingizdan qo'shib ketadi. Agarda kimdir aytsa yurmaydi. Bitta qadam. Bilasanmi yo'q? Bilmaysiz bu. Anaqani, bezak kesatamiz, shu nimalarni ko'rsatmaganmi archani ichiga? Ana, esladingmi? Archaga qorroq ishadi. Bir tajribani Bo'ldi, bilmadi. Etilin oksitlar qaysi javob bering. Javob bering bu. Og'zaki ayting, og'zaki aytsa bo'ladi-yu. Bajarganmiz. O'rgatmasam. Hozir yozing, nomlisi. Yo'q, yozishim shart emas. Aytsa bo'ladi. Yo'q, balki yozing. Bu yoqqa o'tmaysiz. O'zingiz komanda yurgan. Siz ayg'oqchilik turibsiz. Men sizni guruhingizga qarab turibman. Men sizni guruhingizga. Qaysi deb qolganlar deydi? Qaysi? Etanolni oksidlar. Mana aytmadim-ku, etanolni oksidlab dedim. O'qing. Alkazirlar o'ziga xos qo'shbog'larni joylashish xossasi, ya'ni alkazirlarda ikkita qo'shbog' bor-ku, o'shani 3 xili bor joylashishi. O'shani so'rayapman. 3 xil holatda joylashadi: ajralgan, kumulyativ, konjugirlangan. Qo'llarga chiqarib olib so'raman. Yomon guruh olib tushirishlar. Qo'lgacha gaplar. Kislotali vaqtda lakmus qanday rangga kiradi? Qizil. Uch bo'ldi. Yo'q, qoldiramiz bo'ladi, yopishamiz. Kursdoshlar, hozir savol tugab qoladi. Guruh bir-biriga savol tayyorlab tursin, xo'p? Agar yetmay qolsa. Atayotgan savol bersak-chi. Yo'q, bo'lmaydi, Necha xil oksidlanish darajasi va necha xil valentliklari bor? 4 xil valentligi bor. 1 dan 4 gacha 5 xil oksidlanish darajasi. Adashmadi. O'zim cho'q Tuppa tura.
bilmaydi aytdimi bilmaydi O'zingizni qiynamang. ana Suv chiqartishlaymiz. yozing biladi yurib qo'yaversin har bittasi Yo, mayli. 2 tushunmay. Bo'ladi. tarjima berish kerakmi Men o'qib beraymi? bezonni hozirgi kundagi tuzilishini kim taklif etgan Mezon tuzilishi. hech kim gapirmasin bezonsa 6 harf oldida Savolga tushunayapsizmi? Yo'q. Sizga beraman. Javob qilsin. Kim o'sha kim aytgan? kim taklif etgan mana shunaqa bo'lsin deb olimlar Tushiga kirgan, tushiga. olimning atini so'rayapti Tushiga kirgan. Shunda bo'lgan. yo'q